Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu safargi videomizda yana sizlarga skuter Uzi yetib keldi do'stlar. Har doimgidek sizlarga skidka narxlarda mana shu yerda ko'rib turgan skuterlarni eng arzon narxlarda qilib berishadi. Hozir birinchi bo'lib sizlarga mana shu yangi lens kelib ekan. Bu yangi lens hozirgi kunda o'zi sotilib bo'libdi. Buni yurish kilometrlari qanchaga yetadi, to'liq ma'lumot hozir Abdusamatdan olib ketamiz do'stlar. Undan tashqarida do'stlar, ichkarida har xil turdagi boshqacha skuterlar ham bor. To'liq ma'lumotlar xudo xolisa berib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum. Damlab olib turibsiz. Charchamasdan. Ishlar yaxshimi? Rahmat. Rahmat aka. Xo'p, Abdusamat xudo xolisa chiroyli chegirmalar qilib berasiz. Ha, narxlarni xudo xolisa bomba narxlarda qilib beramiz. Avvalroq o'sha Tesla yangi modeli 2025imiz, chunki hozir bu sotuvda qolmadi. Korobkada bor. Korobkada bor. Yig'ilgani ko'rsatilmaganimiz uchun klientlarimizni to'xtatib adela video kadr qilyapmiz. Bu Tesla model 2025, ziynasi uzunroq hamda nefsiy kartalari bor, oyoq qo'ygan dugalari bor, pedallari qo'yilgan yangi modeli bo'ladi. Tem bo'lib, bachoylar ham kattasidan qo'yilgan, pоворotlar ham neobichnisidan, nefsiy karta cho'ntaklari, xullas hamma qo'shimcha jihozlari bor. Odatiy Tesla skuterining ziynalari ancha katta. Kattaroq bo'lishi keyin narxi ham Tesla skuterdan arzonroq. Undan ko'ra arzonroq. Undan ko'ra ham arzonroq chiqdi. O'shaning uchun shuni ilinib bitta video qilayotgan joyimiz aka. Boshlanishda do'stlar nima uchun buni birinchi olyapmiz? Chunki hozir o'zi egalariga ketyapti. Mana shu mashina yuklab olib ketishadi. Hozir qayerga ketyapti aka? Hozir u Yazavonga ketyapti. Yazavonga ketyapti. Sir bo'lmasa necha pulga sotiladi? $350 berib sotildi. $350 ag'u bag'iga ketyapti do'stlar. Xudo xolisa ulgurib qolinglar. Bundan yana bora so'raganlar. Bundan bor, prosta hozir yig'ilgan yo'qligi uchun shuni olyapmiz kanal videoga. Ya'ni yig'ilgandagi hisobi mana do'stlar, oldi ko'rinishlari ham umuman boshqacha. Mana qaranglar do'stlar, anchagina boshqacha ishlab qo'ydik. Bizlari ham ancha skromniy aka. Skromniy holatda. Ichkariga kiramiz, eski modelni sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Ana endi obunachilar sizlar ichkariga kirib, ichkaridagi mebellarni qo'limizdagicha tanishtirib o'tamiz. Abdusamat birinchi bo'lib qaysilardan tanishtiramiz? Birinchi bo'lib katta yirik bo'lgan dizelli tanka skuterlarga gaplashamiz. Bu dizelli skuterlarimiz 150 kubalik bo'lib, oldi orqa jitkisi tomizlardan ishlatilgan. Balon o'lchamlari esa 12, 120, 70, 12. Bu yangilangan modelda monisini qarang aka endi. Buni qarang, pultini qarang, qarang. Yunilari qaranglar do'stlar. Yuradi aka, pul tozda yuradi aka. Bitta zavatda, ya'ni ezib turish shart emas, mashinaga o'xshaydi. Yo'q, Vau, do'stlar, mana shuncha qo'yib qoldi. Ikkitadan pultni tem bo'lib qaranglar. Mana shunda pultlash, ochish, zavat qilish, signalizatsiya hamma yo'llari pul tozdan boshqasini bo'ladi. Chiroqlarni qaranglar. Juda ham zo'r. O'sha mashhur tankni boshqacharoq model. Ha, bu eng fulli, ya'ni 2025 dizaynligi, eng yangi avlodi deyiladi. Yangi avlodi. Mana bu buni yana baquvvatlikni ancha zo'r ishlab berishdi. Bu modellar bor. Bu narxi arzonroq yuradi. Masalan, bu narxi $1050 bo'lsa, bu narxi $900. Yana bir xili bor. Bu ham korobkada, bu ham $900 tashkil qiladi. $900. Ha, $900. Narxlar ancha yengillab qolgan aka. Juda ham zo'r. Kaltan chiqib qo'yaylik-da. Xo'p, bular hammasi benzinli deyapsiz? Bular ikkalasi benzinli aka. Nechta rasxod qiladi endi? 100 kilometrga atiga 3 litr rasxod yeydi. 3 litr rasxod. Ha, 3 litr rasxod. Redline skuterlarimiz $700, bachoy yo'g'i, bachoy bori esa $750 tashkil qiladi aka. $750 zo'r narxlar do'stlar. 32 amper 72 voltli akkumulyator eng kattasidan qo'yilgan. Xohish istagiga qarab 20 amperlikdan olsa qo'yib bersa, narxi $650 gacha tushadi. $650 gacha tushadi. Zo'r. Keyin bu modellari bor. 32 amper 72 volt, narxi $700. Xo'p, 32 amper 60 volt, narxi $600 qilib beramiz aka. Bu ham yangi avlod deyiladi mana. Voh, ko'rinishlari ham, video ham o'ta neobichin chiqib qo'yibdi aka. Yangi model. Qaranglar do'stlar. Mana buni tablolarni qaranglar. Tablolarni umuman boshqacha, speedometrlari, taxometrlar hamma yo'llar cho'tiga holatda do'stlar. Bu endi 12 o'lchamlisi, jicha tomiz qiymat kattarog'i, atrofida polnisa matviy dugi yangilangan modeli. Bunda 32 amper 72 volt akkumulyator qo'yilgan. Buni narxini esa $700 qilib beramiz. $700 qiladi. Keyin bunaqangi pishiq, puxta skuterlar toifasiga kiradigan, o'zi kichkina lekin ancha original skuter, baquvvat. Sport rejim, danniy rejim, zatnik yuradi, avariyaning bor, 16 o'lchamga ega, yonlari dugalarigacha bor. Buni narxini $450 qilib beramiz. Keyin Redline'da bolasi bor mana bizda. Hop. Redline bolasi, lekin Redline diskalari bilan bir xil, daji diskasi ham qarang, Redline'dan katta. Mana bu yerlar ancha tormoz sistemadan ancha katta ekan, Redline'ga bitta bor qarangda, Redline'ga umuman kichkina buni oldi aka. O'ta kattasidan qo'ying. Balolar Redline'dan qolishmaydi, daji katta bo'lsa katta, kichkina emas. Original amortizator, original ish, kaskajlar bonus ham qo'shib beramiz. Temir dugalari, oyoq qo'yadiganlari, tuyag'ichlari, o'rta tuyag'ichlari, amortizatorlari originaldan qo'yilgan. Orqa uchun ham oyoq qo'ygan dugalari bor. Oldi orqa pavorot, oldi orqa jitkisi tomiz, xullas eng full navorot. Bunga o'tirgandan keyin odamning komforti ham ancha yaxshi bo'ladi, chunki stinasi o'ta yumshog'idan qo'yilgan. Maza qilib ketadi. Ha, eng yana asosiy qismlarda nefsiy kartasi ham mavjud. Nefsiy karta orqali skuterimiz yuradi. Keyin nefsiy karta orqali skuterimiz o'chadi. Bitta, o. Mana shu.
Zo'r. Zavat qil, u qil, bu qil deb o'tirishmaydi do'stlar. Mana ko'ringlar. Juda chiroyli holatda ishlab beradi. Bundan tashqari yangilangan 6 akkumulyatorli Tesla modellarimiz. Bu modellarimizni ham narxini $500, $450 qilib beramiz. $500, Ha, $450. $500 ga 6 akkumulyatorli, $450 ga 5 akkumulyatorli sotyapmiz. Buni ham tomizlar originaldan qo'yilgan. Xo'p, endi qarang, Samat, bu aytilgan narxlar ichida dastavkalar bormi yo'qmi? Dastavkalari vodiy bo'yicha ba'zi birlarini ichida ham qilib narxlarni faqat talashmasak, tortishmasak, uni holatiga qarab. Chunki hozir narxlar imkon boricha, masalan, klient olishi uchun narxlarni arzon aytyapmiz, chunki bilasizz, raqobat o'ta kuchli. Hozir biz soat keyin bizdan olinadigan ustunlik tarafi, bizdan sotilgan har bitta skuterlarda ehtiyot qism, zapchastlardan o'z bilasiz, muammo yo'q. Bu yerda o'z ham yo'qlar bor. Zapchastlari, ramalari, korpuslari, detallari ham bor. Addini olamansiz, zapchastlarimiz nomerlari 33395500. Nima kerak bo'lsa, korpus displeylarmi, rama kerak, akkumulyator, miya, motor, hamma zapchast o'zimizda bor. Keyin bizdan olingan skuterga zapchast olinayotgan bo'lsa, 10% chegirmalari ham bor. 10%. Masalan, necha bo'lsa 10% shuni kesib olasizlar. Zo'r. Yo'l tanlamas modelimiz 6 tormozli, telefonga zarar pastavka, nefsi karta, oyoq qo'ygan duvga, orqa bachoy, temir qanotlarda. Xo'p, buni 320 dan qilib beryapmiz. Tesla'mizning joni qattiq variantlari, bu variantlar chiqqanda aynan katta skuterlar sotuvi to'xtagan. Bu modellarimizda esa $325 dan qilib beryapmiz. 325. Zo'r narxlarda do'stlar. Keyin cho'ntay skuterlarda $215 hamda $240 sotuvga kelgan. $215 12 amperli akkumulyator, $240 esa 20 amperli akkumulyator joylashgan. Zo'r narx. Nima qarab, masofadan boshlash pult va kalitlar, old orqa tros tormoz, diska kalit, 10 tor 250 balon, yumshoq, xullas full navarotda, xohlasangiz korobkada optimga ham kelishiladi, narxlari tushadi. Xo'p, optimga ham tushib beradi. Ha. 3 oyoqli skuterlarimiz yangilangan avlodlari, ya'ni yangi baxtlicha turibdi. Xo'p, orqa temir qanotda korpuslar yangilangan modelda bunaqangi suriladi, hamda bunday qilgandan keyin bu yerda sizga ochiladi aka. Shu o'tirsin. Bunisi mana bu yo'llari ham bunday bo'lib korpuslari ham bekilib bo'lsa, oldingilariga ko'ra o'ta neobishni holatda. Egartayda bachoylari bor, zatnilari bor, 3 ta skorslari bor. Temir qanot, 308 yumshoq balon. Narxlari $570, $620, $500 dan ketaveradi. Keyin dugalilarni mana $550 dan baraka qilib yuboraman. Old orqa jitqis tormoz, avarinilari, kolonkalari hamda fanallar full navarotga ega sakadiskalaridan qo'yilgan. Keyin veloskuterni zo'ridan so'rayotgan mijozlarimiz uchun aynan men 2 xil modelini yig'dirib olib kelib qo'yganman. Toza zavod ish. Qatdan argan narsani ajratishni bilmoqchi bo'lsalaring, eng muhimi unga ishlatilgan tormoz sxemalarga ahamiyat beringlar. Jitqis tormoz, orqa uchun addenli qo'yilgan, orqada amortizator 250 ming so'mlikdan bitta hamda 150 ming so'mlikdan bitta. Jami xullas 4 ta amortizator ishlatilgan bu skuterimizga. Xo'p, orqa bachoy, akkumulyator Gelevi, eng muhimi velosiped skuterlar, ayniqsa Gelevi akkumulyatorlar o'ta kam. Kamdan kam bo'ladi. Keyin litiyonividan ko'ra 2 barobar ko'proq kilometr yo'l bosadi. Temir qanotda sakadiska kemaga 30 deb qo'yilgan. Telefonga zarar pastavka, full navarotda pedallari ham bor. Narxlarini aka $350 qilib beramiz. Qarang, voha butun O'zbekiston bo'yicha dastavka shu narx ichida. Shu narx ichida. $100 yo shahargacha? Uygacha, shahrigacha. Shahargacha. Ha, shahargacha. Xo'p, qarang, oldingiga ko'rsa ancha baquvvat, ancha og'ir ko'rinadi. Pedal tepganda og'irlik qilmaydimi? Jicha og'irlik qiladi aka, nisbatan og'irlik qiladi. Chunki akkumulyator Gelevi bo'lgan, akkumulyator Gelevi og'irda, o'shaning uchun og'ir bo'ladi. Keyin yana yangilangan model bu ham. Bu narxini esa $370 qilib beramiz aka. $370. Zo'r narxlarda mana do'stlar, xudo xolasa. Bu zavodskiy bo'ladi, pulti ham bor ekan. Keyin akkumulyatorlarimiz 2025 yangi akkumulyatorlar, kolonkalarigacha bor aka mana. Kolonkalarigacha. Ha, qo'shimcha ovozi bor. Orqa jitqistorimiz buniki. Zo'r aka, xudo xolasa. Xo'p, buni ham ichidami aka dastlab? Buni ham narxi $370 ichida, bundan spis ishlatilgan temir qanotlarda. Bundan ko'ra farqi mana shunda, buniki va buniki. Farqi mana shunda. Keyin velosipedlarimizni yangilangan modellari kelgan. S-Max skuterlarimiz bor mana yana. Mana dizelli yana. Mana bu tomonda. Dizelli elektrlarni, masalan, manbob yoshdagi bolalar uchun juda chiroyli elektr velosipedimiz kelgan. Xudo xolasa do'stlar, 3-4 kunlarda yo bo'lmasa mashq haftalarda bularni addenli xudo xolasa videolar chiqadi. Hozir bir qator mashina o'zim bitta tanishtirib o'tib ketsin. Egartayda amortizator aka. Orqa motor, 6 ta skorost, bitta asosiy skorost, akkumulyator. Mana. Mana bu yerda akkumulyatorni qarang ekan. Akkuratnik qo'yishga joylashtirishgan. Akkumulyator. Skromli.
Bitta ya'ni zaptaslarda muammosi yo'q. Esa o'zi tepsanglar mana yengil aka. Narxlari ham o'ta arzon chiqqan. Narxlarni necha pul deydigan mijozlarim uchun $285 qilib beramiz. Mashina $285. Akkumulyator o'zi $150 bo'lsa kerak aka. Cho'tki. Bu qaranglar. Mana bu Tablolari bu yer $250 Keyin bu modellarimiz bor. O'zim dadamga qilib berganman bu modelda. Hamma videomda gapiraman dedi. Faqat yaxshiligi uchun tavsiya qilamiz-da aka. Bundan biz oddiyroq, ya'ni velosiped sifatini oldik, lekin haqiqatda zo'r, super, ancha maza qilib yumshoq qilib yuribmiz. Haqiqatda zo'r. Bundan xudo xolasa qilib beramiz dedi. Xudo xolasa yana bir olamiz. Bu necha pul chiqadi? Elektr varianti, buni narxi $400. O'zbekiston istalgan rastavkasi ichida. Buni poddelka ishlari bor, $300 dan qilib beramiz. $300 narxi. Bu original. Bu original ish aka. Garantiyasi motorda shester yonkalariga 3 oy garantiya beramiz. Vau, zo'r akalar, xudo xolasa shoshilib qolinglar. Bu yerda yana yangi bular $450. Bu Germaniyasiga tahdid qilgan Xitoyda original brend ish bo'ladi. Bunda o'nqani aka. Vashsi chiroyli aka. Bitta kirib men o'zimga yoqdi, nasib qiladigan bo'lsa, xudo xolasa kelishib qoladigan bo'lsa, bitta o'zimga addini keyincha mana shundan olaman. Xudo xolasa aka. Xudo xolasa. Oddiy ballonlar fosforli bo'ladi. Kespat yurganingizda atajada qaytaradi mana aka. Judayam zo'r. Buni qarang aka. Bilintiryaptimi? Ha. Yonishini ko'ryapsizmi do'stlar? Yabishni xolos. Hamma joyga e'tibor berilgan. Original ish sifatida bilgan odam buni o'zi ko'rib turib, har bitta joyini qarang aka, skoroustini qarang. Bu yerdan qochib ketadi. Qarang, skoroustini aka, zaryad foizi. Xullas, hamma yo'lni ko'rsatadi. Full pedallari originalda ishlatilgan, hamma yo'l e'tibor berilgan. Narxi ham o'ta chiroyli narx chiqqan. Bu endi sifat qadrlovchilar uchun narx o'ta arzon. O'ta arzon. Chunki buni Xitoyda, saytlarda, bozorda narxlarda ham ko'rsang, kami $450-500. Lekin bizdagi narx hozir $450. $450. Ha, Xitoylik bu saytga shuni rasmini olib bitta qo'ysin, saytga narxni bilishadi. Zo'r aka. Keyin mana bunaqa velosipedlarimiz bor. Buni ham brendini o'sha Xitoy bozoriga bitta qo'yishsa, bu ham $400 sotilyapti. Hozir bizda buni narxini $300 qilib beramiz. $300 qilib beramiz. Zo'r narx. Bitta qo'lda ko'taradigan velosipedlardan bu varianti ham bor. Xolasiz bu varianti, xolasiz bu varianti ham bor. Keyin tomlilarimiz mana. Bular $750 dan 20 li akkumulyatorda qo'yib beramiz. $850 dan 32 akkumulyator qo'yib beramiz. Tomlilarimiz esa $750 dan baraka qoldiramiz. $750 dan baraka qoldiramiz. 6 akkumulyatorli. Zo'r do'stlar. Xudo xolasa do'stlar, pastda Skuter Uz kanalini qoldirganmiz. O'tinglar Instagram, YouTube kanallari ko'radigan bo'lsa, u yerda yana to'liqroq ma'lumot berib o'tgacha. Ekranda nomeriga aloqa qilib, soqqani bos kanalida oldimsizlar, chiroyli narxlarda kelishilgan holatda qilib berishamiz. Ma'lumotlar uchun rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'linglar.